xalqaro konferensiyada doklad bilan ishtirok etdim. Dunyoda turli kasalliklarni davolashda turli xil usullardan foydalaniladi. Prezidentimizning yoshlarga berayotgan e'tiborlar natijasi. Men Quziyeva Mahliyo Muhammadiyevna O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti 3-bosqich tayanch doktorantiman. 2022-yilda Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan yosh olimlarni qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuborish tanlovi doirasida g'olib bo'lib, 2023-yilning iyun-sentyabr oylarida Buyuk Britaniyaning Reading universitetida ilmiy tadqiqot olib bordim. Bu ilmiy stajirovka davomida bizda mahalliy xomashyo hisoblangan paxta sellulozasi asosida dori tashuvchi materiallar yaratish bo'yicha ilmiy ishlar, tadqiqotlar olib bordim. Dunyoda turli kasalliklarni davolashda turli xil usullardan foydalaniladi. Masalan, inyeksiya, tabletka ko'rinishida, lekin inson organizmiga eng og'riqsiz, tez ta'sir qiladigan usullardan biri bu organizmda mavjud shilliq qavatlarga yopishish orqali ta'sir qilish hisoblanadi. Bunday materiallar fanda mukadgeziv materiallar deyiladi. Mukadgeziv materiallar yaratish bo'yicha dunyoda juda ilg'or tadqiqotlar olib boriladi. Ulardan biri Buyuk Britaniyaning Reading universiteti hisoblanadi. Bu ilmiy stajirovka davomida mahalliy xomashyo hisoblangan paxta sellulozasi asosida yangi mukadgeziv nanomateriallar yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bordim va bu ilmiy tadqiqotlar olib borish davomida dori tashuvchilik xossalari o'rganildi va bundan tashqari dorivar preparatlarga qo'yiladigan muhim talablardan biri uning toksikligi, ya'ni zarari hisoblanadi. Bu bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'sha Buyuk Britaniya olimlari tomonidan yangi taklif qilingan usul shilliq qutlardan foydalangan holda olib borildi va bu yangi olib borilgan ilmiy tadqiqotlardan olingan tajribalar asosida o'zimizni institutimizda yangi bir kichik laboratoriyada ishlarimizni hozirgi kunda davom ettirib kelyapmiz. Bundan tashqari stajirovka davomida Buyuk Britaniya Farmatsevtika akademiyasi tomonidan tashkil etilgan 14-xalqaro konferensiyada doklad bilan ishtirok etdim va Buyuk Britaniya Qirollik kimyo jamiyati a'zoligiga qabul qilindim. Hozirgi kunga qadar bu bizning hamkorlik ishlarimiz davom etib kelmoqda va bu bizga yurtimizda yangi bir sohani ochilishiga, ya'ni mahalliy xomashyo asosida dorivor preparatlar yaratish bo'yicha katta ilmiy ishlarni boshlanishiga bir yaxshi turtki bo'ldi. Buning uchun Innovatsion rivojlanish agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yurtimizda bunday imkoniyatlarning yaratilishi yoshlarni chet el tajribalaridan foydalangan holda yangi bir texnologiyalar, yangi bir sohalarni rivojlantirishga katta yutuqlarga sababchi bo'lmoqda. Prezidentimizning yoshlarga, ilmga berayotgan e'tiborlari natijasi deb bilaman.